Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Assalomu alaykum, O'zbekiston aholisi. Demak, bugungi videomni nima qilmoqchi emas edim, lekin o'tgan kuni olim mutaxassislar bilan bir kichik demak vazirlikda uchrashuvda bo'lgan bir holat meni bu video qilishga turtki bo'ldi. Ya'ni o'zi ilgaridan ham ko'pchilik yosh bemorlardan, nisbatan yosh bemorlardan menga ko'p demak murojaatlar kelib turar edi. Misol uchun qarang qanday murojaatlar. Meni yoshim 19 da, meni yoshim 22 da, meni yoshim 30 da, meni yoshim 40 da, meni yoshim 35 da. Menga xafaqonlik, gipertoniya kasalligi tashxisi qo'yilgan deb menga murojaatlar. Men keyin so'rayman. Qaysi asoslarga, qanday klinik asoslarga ko'ra, klinik kasallikning klinik ko'rinishi asoslariga ko'ra, tahlil tekshirishlarga ko'ra sizga bu tashxis qo'yildi. Desam, oilaviy poliklinikaga bordim. Davletim 140 edi, menga gipertoniya, xafaqonlik kasalligi, ikkilamchi gipertenziya sindrom emas, gipertoniya kasallikning darajasi qo'yilgan, bosqichi qo'yilgan. Bosqichi. Mana bu savollar men ko'p kelib turardi. Bu muammoni bilardim, lekin bunchalik chuqurligini men yaqinda vazirlikda bilib qoldim. Mana hozir bugungi video nomini atashdan oldin kirish so'zi sifatida bir qisqa ma'lumot bermoqchiman. Asosiy hozirgi kunda ajratilayotgan dori-darmonlarga va umuman ajratilayotgan tibbiyotga ajratilayotgan, bemorlarga ajratilayotgan imtiyozli va sug'urta liniyasi bo'yicha mablag'lar aynan xafaqonlik kasalligi va uni asoratlariga yo'naltirilayotgan ekan. 20% dan ziyodroq ajratilgan pullar dori-darmonlarga ketyapti ekan. Men buni ko'rib hayron qoldim. Juda katta mablag'. Ayniqsa xafaqonlik kasalligi, chunki 60 yoshdan oshganlarda O'zbekiston statistikasi bo'yicha 33%, 32-4% beryapti. O'rtacha 40% demak 60 yoshdan oshgan insonlarda xafaqonlik kasalligi aniqlanganligi bugungi kunda aniq raqamli tibbiyotda berilyapti. 18% demak yurak ishemik kasalligi, demak 20%, 18% ishemik kasallik bo'lsa, 40% ga yaqini bu xafaqonlik, gipertoniya kasalligi. Simptomatik gipertenziya yoki gipertoniya sindromi emas, xafaqonlik kasalligi qo'yilgandan keyin u reyestrga tushadi. 444-buyruq asosida, davlat talab standartlari va 444-buyruq asosida maxsus reyestrga tushadi, raqamli tibbiyot kiritgandan keyin va unga pul ajratiladi, dorilar va hokazo. Avtomatik hisobotga tushib, dori demak shu territoriyadagi shu bemorlarga dorilar ko'rinishda mablag' kelaveradi. Agar poliklinikada faqat qon bosimi oshib kelgan yoshlarga ham gipertoniya qo'yilaversa, pul ketaveradi. Ana o'tgan kun shu to'g'risida masala bo'ldi va katta tekshirish bo'ladi. Demak, bugungi videomizni nimaga bag'ishlaymiz? Qanday nom bilan ataymiz? Demak, gipertoniya, xafaqonlik kasalligi va simptomatik ikkilamchi gipertoniya, ya'ni gipertenziya, ikkilamchi gipertenziya va gipertenziya sindrom. 3 ta tushuncha. O'sha qon bosimini oshishi to'g'risida tashxis qo'yishda 3 ta demak yo'nalishdagi kasallik guruhchalari demak hozirgi kunda Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasi va SNG va O'zbekistonda qabul qilingan davlat talab standartlari bo'yicha bu xafaqonlik kasalligining o'zi, ya'ni gipertoniya kasalligi deyiladi xalqimizda, ikkilamchi simptomatik gipertenziya, ya'ni ma'lum bir kasallik oqibatida bosimda oshishi va gipertenziya sindrom, ya'ni hammalarda bo'lishi mumkin qisqa qon bosimi oshishi. Mana shu 3 ta tushuncha qabul qilingan. Mana shu 3 ta tushuncha bo'yicha
tashxislar qo'yiladi. Endi o'sha men kirish so'zda aytgandek, bu katta muammoga aylanganligi hozirgi buyruqlar va 444 buyruqda aytdim va davlat talab standartlari bo'yicha xafaqonlik kasalligining asoratlari hisoblanadi. Shu jumladan tromboembolik asoratlar, infarkt, insultlar 444-buyruqning bajarilishi bo'yicha har kvartalda hisobot beriladi vazirlikka. Demak, tushunarli. Xafaqonlik kasalligi ma'lum faqat kasallikning bemorda ko'rinishi emas, balki aniq tahlil tekshirishlar asosida qo'yilishi kerak bo'lgan kasallik hisoblanadi. Qolgan ikkitasi bu sindromlar. Ular ham qo'yilishi mumkin, lekin ular hisobga olinmaydi. Ular vaqtinchalik kasallik qon bosimini oshishiga olib kelishga sabab kasallik aniqlanib davolangandan keyin u tuzalib ketishi kerak. Ikkilamchi simptomatik gipertenziya ham gipertenziya sindromi ham. Uni qo'yish mumkin. E15 deyiladi. MKB jahon kasalliklar klassifikatsiyasida. Gipertoniya kasalligi E20 dan boshlanadi. E25. Gipertoniya kasalligi, ya'ni xafaqonlik kasalligini qo'yish shifokor tomonidan juda katta majburiyat talab qilinadi, yoshlarga ayniqsa. Chunki buni keyin reyestrdan o'chirib bo'lmaydi. Va cheklov qo'yiladi bu odamlarga. Gipertoniya kasalligi qo'yilgandan keyin ikkinchi bosqichdan boshlab jismoniy, o'rta va og'ir jismoniy ishlar bilan shug'ullanishga doir bo'lgan professiya kasalliklariga cheklov qo'yiladi. Ishga olmaydi. O'rtacha va og'ir jismoniy harakat bilan demak harbiylashgan va boshqa ishlarga olinmaydi. Shuning uchun ham katta demak majburiyat qo'yiladi. Demak, xafaqonlik gipertoniya kasalligi bu tizimli kasallik hisoblanadi. Ichki organlar zararlanishi bilan yurak, aorta, katta tomirlar, miya tomirlari, ko'rish, eshitish tomirlari, buyrak, jigar tomirlari, ayniqsa buyrak tomirlari, oyoqlarning tomirlari, hamma arterial tomirlar, mushakli devorga ega bo'lgan hamma arterial qon tomirlar yetib borgan hamma insonning organlari zararlanadi. Bosqichma-bosqich. Shuning uchun ham Lang Strajesko degan olim bo'lgan, Obraztsov Lang Strajesko tasnifi klassifikatsiyasi bo'yicha jahon bo'yicha qabul qilingan xafaqonlik gipertoniya kasalligining 3 ta bosqichi bor. Demak, klinik ko'rinishda. Birinchi bosqichi bu ko'pincha qo'yilmaydi. Buni qo'yilish uchun, demak, gipertoniya kasalligining birinchi bosqichini qo'yish uchun hurmatli shifokorlar biz o'qitganmiz. Mana bemorlar ham eshitsin. Buning uchun renin, angiotensin 1, angiotensin 2, aldosteron va katexolaminlarni qonda tekshirish kerak. Bu gormonlarni, steroid gormonlarni, oqsil gormonlarni buyrak usti bezi, jigar, o'pka qisman ishlab chiqadi. Asosan buyrak usti bezi. Bularni bir necha marta tekshirganda ikkitasi, uchtasi muqim baland tursa normadan, unda gipertoniya kasalligini birinchi bosqich qo'yiladi. Chunki gipertoniya kasalligining birinchi bosqichida vaqti-vaqtidan qon bosimi chiqishdan tashqari, demak, qon bosim darajasi 140, 160 chiqishdan tashqari ichki organlarda, organi mission deyiladi. Ichki organlarda, yurak, qon tomir va boshqa organlarda o'zgarish kuzatilmaydi. Shuning uchun gipertoniya xafaqonlik kasalligining birinchi bosqichi faqat gormonal fonni muqim bir necha marta tekshirgandan keyin renin, aldosteron, angiotensin 1, angiotensin 2, aldosteron va katexolaminlar, adrenalin, noradrenalin. Bularning muqim balandligi 2 marta tekshirganda baland bo'lsa, keyin ikkitasi va uchtasi gipertoniya kasalligi birinchi bosqich qo'yilishi mumkin va hisobga olinadi bemor. Shunday. Endi ko'proq biz ikkinchi bosqichdan qo'yamiz. Bu Strajesko, Lang, Obraztsov klassifikatsiyasi tasnifi bo'yicha hech bo'lmasa bitta organ zararlangan bo'lishi kerak. Organ mission, asosiy organlari bittasi. Bu yurak va aorta. Buni Doppler eho ko'rsatadi. Eho yurakning, demak, chap qorinchaning massasi va chap qorinda mushaklarning qalinligi va qorinlar aro to'siq 1 sm, 10 mm dan oshmasligi kerak. Oshsa gipertrofiya qo'yiladi va chap qorinchaning massasi o'lchab chiqiladi. 220 demak gram, 180 keyin bundan tananing kattaligiga qarab hamma har xil o'rtacha shunday. Bundan oshganni ehoda yurak o'zisida formula ishlab chiqadi. Aniq ko'rsatadi. Bundan tashqari aorta, yurak tomirlarini, aortani qismlarining o'zgarishi, aorta devorlarining aortit kengayishi va aorta qattiqlashuvi,
aortada anevrizm paydo bo'lishi, kengayish va anevrizma paydo bo'lishi ham gipertoniya kasalligini qo'yishga olib keladi. Bu ikkinchi bosqichi. Xafaqonli gipertoniya kasalligining ikkinchi bosqichi. Uchinchi bosqichi ikkita va undan ko'p organlarning zararlanishi. Misol uchun yurak, aorta, miya tomirlar, ko'z, buyrak tomirlar, oyoq tomirlar, aortaning ko'krak, bel qismlari va hokazo. O'sha Takayasu sindromi va hokazo. Bular demak aortitlar. Bularda 3-daraja qo'yiladi. 3-darajada demak trofik, distrofik qaytmas o'zgarishlar paydo bo'ladi. O'sha zararlangan organlarda. Miyada surunkali miya, qon tomir yetishmasligi, ishemiyalari miyaning infarkt, insult olib kelishi mumkin. Ko'z ko'rishi, ko'z tubida retinopatiyalar, gipertonik. Buyrak HPP, surunkali buyrak yetishmasligi olib kelishi mumkin. Aorta zararlanishi, aortitlar, o'sha Takayasu sindromi, aortitlar va anevrizma olib kelishi mumkin. Aortaning qattiqlashuvi olib kelishi mumkin. Oyoq tomirlari va hokazo. Sindrom Lersha deyiladi, boyagi surunkali permujaj xaromati va hokazo. Demak, xafaqonlik gipertoniya kasalligini qo'yish uchun Strajesko Obraztsov Lang bo'yicha 3 ta bosqichini demak aniq ko'ra bilish kerak, tushuna bilish kerak. Demak, xafaqonlik gipertoniya kasalligi birinchi darajasi qondagi gormonlarni aniqlash bilan, uchinchisi o'sha zararlanadigan organlar, yurak, aorta va boshqa organlarni shifokor tomonidan tahlil qilib tekshirgandan keyin qo'yiladi. Biz hozir demak rejali kasallar to'g'risida gapiryapmiz. Ya'ni poliklinikaga murojaat qilayotgan, shifokorga, oilaviy shifokorga murojaat qilayotgan rejali kasallar. Shoshilinch emas. Shoshilinch joyida, demak, shifoxonada yordam ko'rsatadi. Biz rejali kasallar. Rejali kasal keldimi, oilaviy shifokor gipertenziv sindrom qo'yib, agar 50 yoshgacha bo'lsa, mana shu tekshirishlarga o'tkazish kerak. Gipertoniya kasallik qo'yish uchun. Endi boyagi vazirlikda uchrashuvga qaytsak, o'sha 40% mablag' ketayotgan xafaqonlik kasalligi 40% ga yaqin mablag'lar ajratilgan, 20%, 40% ga deyapti yaqin. Ajratilgan mablag'larda olayotgan xafaqonlik kasalligi bilan davolanayotgan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlar 15% ga yaqini bu ikkilamchi tuzalib ketishi mumkin bo'lgan gipertenziv sindrom bo'lishi kerak. Statistikalar Yevropaniki shunday ko'rsatyapti. Rossiyaniki, Qozog'istonniki. Bizda ham hozir shunaqa tekshirishlar bo'ladi, tahlillar va buni aniqlaymiz. Ayniqsa raqamli tibbiyotga o'tganimizdan keyin bu raqamlarni ko'rishimiz ancha oson va xolis raqamlar paydo bo'ldi. Aniq, xolis, hech qanaqa burtirishdan tashqari. Demak, endi nima degani bu? Simptomatik yoki ikkilamchi gipertenziya. Simptomatik yoki ikkilamchi gipertenziya degani, ayniqsa yoshlarda bo'lgani, bu 50 yoshgacha bo'lgan odamlar, 40 yoshga, 30 yoshgacha. Bu nima degani? Bu degani bemorning qaysi bir organida, tanasida qandaydir o'zgarishlar oqibatida qon bosimi oshyapti. Misol uchun buqoq, gipertireoz oshirish mumkin yosh kattaroq odamda, misol uchun 30 yosh, 40 yosh. Bolalarda gipertireoz ham oshirish mumkin. Asab tizimida somatoform disfunksiya deyiladi, oldin neyrotirofik distoniya deyiladi. VSD, vegetativ nerv distoniya, bular chaqirishi mumkin. Buyrak kasalliklari. Mana pielonefrit. Pielonefrit shunday formasi bor, vasqadyashi formasi, tubulyarni formasi. Ana bu chaqiradi. Surunkali pielonefrit. Shuning uchun surunkali pielonefrit turi, darajasi, formasi aniqlanishi kerak. Qonda, siylikda va hokazo. Oilaviy shifokorlar buni juda ham yaxshi vazifa qilib olish kerak o'ziga. Yana qaysi kasalliklar simptomatik ikkilamchi gipertenziya chaqiradi? Bular har xil dorilar. Mana hozir qabul qiladi to'xtovsiz NPVSlar, har xil ko'rinishda og'riq qoldiruvchi vositalar. Ana bular tarkibidagi yog'lanish qarshi vositalar prostaglandinni blokirovka qiladi, qon tomir kengaytiruvchi vositalarni blokirovka qiladi. Natijada qon bosimi oshishi mumkin. Mudom uzoq ichganda. Bundan tashqari isitma, surunkali kasalliklar, shamollashlar surunkali hammasi qon bosimini oshirishi mumkin. Mana bular hisobga olish kerak. Mana bular hisobga olib, 3 kun vaqt berilgan gipertenzion sindrom yoki I15 simptomatik ikkilamchi gipertenziya qo'yib, bemorni tahlil tekshirishlardan o'tkazish kerak. Avval yaxshilab anamnez kasallik hayoti, kasallikning
o'zining tarixini tekshirib, bemor palpatsiya qilib, jigari, buyraklari haqida, buqoq haqida so'rab surishtirib, analizlar, tahlillar yozib, tahlillar natijasini olib, tashxis qo'yiladi. Va u tuzalib ketadi, qancha tez qo'ysa. Keyingisi gipertenziv sindrom. Gipertenziv sindrom hammaga qo'yilishi mumkin. Yoshi qari agar o'sha taxikardiya bersa, issig'i chiqsa, shamollasa, demak vaqtinchalik buyrak shamollashdan o'tkazsa va har xil kasalliklar o'tkazsa, biz misol uchun tranish nerv shamollashni men ko'p ko'ryapman yoshlarda, qon bosimi oshadi. Bu 140 gacha, nari borsa 150 gacha, 160 gacha oshadi. Bular ham simptomatik gipertenziyaga o'xshab tahlil qilinadi. Ya'ni gipertenziya sindrom qo'yildimi, bemorga demak yordam ko'rsatiladi. Albatta, simptomatik gipertenziya sindrom yordam ko'rsatiladi, qon bosimini tushiradigan. Lekin bularga maxsus dorilar beriladi. Gipertenziya kasalligiga o'xshagan tizimli davolanadigan, tashak to'xtatishi mumkin emas bo'lgan dorilar emas, to'xtatishi mumkin bo'lgan dorilar beriladi. Ya'ni kumulyativ xususiyatga organizmga yig'ilib ta'sir qiladigan dorilar xafaqonlik kasalligiga qo'yiladi. Simptomatik ikkilamchi gipertoniya va gipertenziya sindromida tuzalishi mumkin bo'lgan kasalliklarda 50 yoshgacha, 40 yoshgacha, 30 yoshgacha, 20 yoshgacha bo'lgan bemorlarda qisqa ta'sir qiluvchi dorilar beriladi. Qon bosimini tushiradigan. Unaqa tizimli, kumulyativ, yig'ilib uzoq ta'sir qiladigan, tashak ketib to'xtatishi mumkin emas bo'lgan dorilar berilmaydi. Azizlar, eslab qoling. Hozir ko'p mana shunaqa mujmallik paydo bo'lgan. Buning sabablariga ham to'xtab o'tamiz hozir. Demak, siz bilan yaxshilab tushunib oldik. Xafaqonlik gipertoniya kasalligiga qo'yilish katta majburiyat. Bu reyestrga tushadi va mana shu pullar bekorga kelaveradi, ketaveradi. Bemorda bu kasallikka, bu dorilarga aslida talab bo'lmasligi mumkin. Aslida unda simptomatik ikkilamchi gipertoniya yoki gipertenziya sindrom bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha oilaviy shifokorlar, pediatrlar, terapevtlar joylarda, ayniqsa oilaviy tizimga o'tganmiz, oilaviy shifokor juda katta majburiyat, demak, talab qilinadi. Men oilaviy poliklinikadan birida qabul qilaman. Davlat asosiy ishdan tashqari 22 yildan beri har kuni ko'raman shuni. 18 yosh, 20 yosh, 22 yosh, 30 yoshga gipertoniya kasalligi qo'ygan. Asosi yo'q, hech qanday tekshirish yo'q. Bunga endi javob berishga to'g'ri keladi. Mana vazirlikda 20% emas deyapti, 40% ketyapti. Boshda 20% dedi. Mana shu 1-2 yilda 40% gacha dori-darmonga ketayotgan pullar aynan gipertoniya, xafaqonlik kasalligiga qo'yilgan ketyapti dori. Kasalga beradi, kasal ichadi, ichmaydi, mana shu ahvol. Hech qanaqa nazorat yo'q. Demak, eng asosiy masalaga keldik. Xafaqonlik gipertoniya kasalligining tashxisi qo'yilishini kim joyda qanday nazorat qilish kerak? Bu davlat talab standartini. Xafaqonlik gipertoniya kasalligi bir umrga qo'yilgan kasallik qo'yilganligini, to'g'riligini kim nazorat qilish kerak joyida, oilaviy poliklinikada? Davolash ishlar bo'yicha bosh shifokor muomili, bo'lim boshlig'i buni nazorat qilish kerak. Bu nazoratning pastligi natijasida shu yuz beryapti. Buning ham sababi esa o'sha kasallikga gipertoniyada qon bosimi oshish bilan kelganda, agar oilaviy shifokor o'zi yurakni o'zi eho qilishni sharoiti bo'lmasa, oilaviy poliklinikada ko'rsatilmagan bu apparat markaziy poliklinikada, tuman markaziy ko'p tarmoqli tuman markaziy poliklinikada, O'zbekistondagi hamma tuman markaziy poliklinikasida yurak o'zi qiladigan apparat bo'lishi kerak. Datchik. 4-pokoleniya o'zi, 5-pokoleniya o'zi apparatlar. O'zida apparatlar. Va Doppler datchik bo'lishi kerak. Bu yo'q ko'pchilik tuman markaziy poliklinika. Natijada oilaviy shifokorlar qo'li kalta. Davolash ishlari uchun muomil bo'lim boshlig'i ham bunga indamaydi. Natijada davlatning puli asossiz ketyapti. Kecha shu gap, o'tgan kun shu gap bo'ldi. Bunga demak keyingi yana bir sabablardan biri, masalan uchun Toshkent shahri, Samarqand, Buxoro, katta shaharlarimizda, Farg'ona qancha oliygohlar bor, ilmiy markazlar bor. Ularning bazalari, o'qitish bazalari, bemor qabul qilish bazalari ittifoq vaqtda markaziy poliklinika va poliklinikalar bo'lardi. Bizga o'xshagan dotsent professorlar kelib poliklinikalarda o'zining shogirdlari bilan ham yarim stavka ishlardi shu yerda, ham o'sha yerda o'qitardi. Va bu nazorat deydi qandaydir. Va dotsent professorlarning, doktor nauk dotsent professorlarning ilmiy darajasi unvoni ittifoq vaqtda yoki mana shu Alisher Sadriddinov Bobojonov vaqtida 2000-yillar boshida oilaviy poliklinika, markaziy poliklinika birlamchi bo'g'imda
unvon daraja tan olinardi va bunga maosh to'lanardi. Hozir bunday emas. Olimlar gapiga, demak, hozir muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich kelgandan beri quloq soladigan bo'ldi, lekin 50% to'liq emas. Agar olim mutaxassislarning, dotsent professorlar poliklinika, markaziy poliklinika ishiga to'liq unvon darajada tiklansa, bular bazalari bo'lsa, shifokorlar shu yerda o'qitsa, shu yerda kasal qabul qilsa va unda nazorat kuchayadi. Olim mutaxassislar gipertoniya kasalligi, xafaqonlik kasalligi, simptomatik gipertenziya va gipertoniya sindrom farqini biladi. Azizlarim, shunga men bag'ishladim. Aniq tashxis qo'yilishi kerak. Agar siz 50 yoshgacha bo'lsangiz, ayollar bo'lsa, klimakterik sindrom shunday simptomatik gipertenzion sindrom chaqiradi. Gipertoniya kasalligi emas. Agar buni o'z vaqtida davolasa, sabablarda gipertenziya qon bosimi chiqishi to'xtaydi, odam hayotga to'liq qaytadi. Gipertoniya kasalligida yo'q. Unda renin, angiotensin, aldosteron, porok, kuruk yopilgan bo'ladi va bu tizimli kasallik. Ichki organlar zararlanishi bilan boradi. Shuning uchun buni farqi katta. Gipertoniya kasalligini sizga qo'yilgan bo'lsa, siz yosh bo'lsangiz, albatta boshqa mutaxassisga murojaat qiling va bu kasallik to'g'ri qo'yilganmi, yo'qmi buni aniqlang. Chunki bekorga zarur bo'lmagan dorilarda, yurak qon tomir kasalligi, gipertoniya, xafaqon teshir dorilar, juda kuchli dorilar, kumulyativ dorilar, bularni bekorga qabul qilish mumkin emas. Ichki organlar zararlash mumkin. Agar sizda gipertoniya, xafaqonlik kasallik haqiqatan bo'lmasa. Shunday. Endi undan tashqari qon bosimi darajasiga qarab va xavflarni gapirmadim. Bu klassifikatsiya ham bor, lekin eng asosiy nuqta sizda gipertoniya kasalligi, xafaqonlik kasalligimi, ikkilamchi gipertenziv simptomatik gipertoniyami, ikkilamchi gipertenziya yoki simptomatik gipertoniyami yoki gipertenzion sindromi. Mana buni farqlash kerak. Alohida turadi gipertoniya kasalligi. Buni asoslab to'g'ri qo'yish kerak. Shunda to'g'ri davolansa, bu ham ancha yillar sizda ichki organlarga zarar bermaydi va bemalol ishlaysiz, faoliyat ko'rsatasiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Savollar kutib qolaman.